Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Ramazon oyida xalqimiz manfaatlarini ta'minlash, farzandlarni yaxshi xulq va odob sohiblari etib tarbiyalash, ijtimoiy himoyaga muhtoj hamyurtlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan savobli amallar ko'lami kengayib bormoqda. Darhaqiqat, Ramazon oyining ijtimoiy ma'naviy hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini so'z bilan ta'riflash mushkul. Eng yuksak qadriyat inson qadri deyman. Odamlarimizni rozi qilish va qadrini ko'tartirish va bundan katta boylikni o'zi yo'q. Hamma qilgan ishlarimiz tagida adolat. Davrasida chiroyli qilib Ramazonni o'tkazasizlar. Xo'p, sog' bo'ling. Muhtaram Prezidentimizning muborak Ramazon oyini mazmunini o'tkazish to'g'risidagi qarorlarga muvofiq butun Sirdaryo viloyatida, shu jumladan Mirzaobod tumanida ham mana shu Ramazon oyini o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar orasida ish olib borilmoqda. Kam ta'minlangan oilalarga hamda soliq tizimida ishlagan faxriylarga Ramazon tuhfa sifatida ehson oshi berildi. Bugun mana shu ehson oshida mana shu kam ta'minlangan oilalar farzandlari, ularning oilalari, faxriylar qatnashib duolar o'qildi. Iftorlikni tashkil qilgan viloyat soliq boshqarmasi hamda tumanda soliq inspeksiyasi xodimlariga tashakkurimizni bildiramiz. Albatta yurtimizda bunday tadbirlar ko'proq bo'ladi. Yurtimizdagi barcha vatandoshlarimizni kirib kelayotgan Ramazon oyidagi eng qutlug' kunlardan biri bilan tabriklaymiz. Kelayotgan Hayit bayrami hammamizga yaxshilik, shukuhlik, farovonlik, to'kinlik, tinchlik olib kelsin.